Qara, bularni hammasi tabiat. Tabiat. Qaraginda, ana u yoqda kapalak. Chaqpalak. Yo'q, kapalak. Kapalak. Qara qanchalik chiroyli. Unda 4 ta qanoti bor. Naychasi bilan oziqlanadi. Voy, uchib ketyapti. Hech qisi yo'q. Hozir ushlab olaman. Ahmoq, o'ldirib qo'yding-ku. Zato endi uchib ketmaydi. Iye, befarosat. Qara, bu san'at. Hurulkam. Endi sen. Buram. Qo'y. Qanaqa la'nat? La'nat emas, san'at. Yurakdan chiqib ijod qilish kerak. Qani yana bir bor. San'at. Yo'q, bu umuman bo'lmaydi. Tushunmayapman. Sen uchun hamma narsa bo'lmaydi. Nima kerak senga? Yurak. Menga yurak kerak. Yaxshi. Endi bir chimdim tuz qo'shamiz. Okey. Necha milligram qo'shamiz? Bilasanmi? Buni ko'zing bilan ko'rib, taxminan qo'shaverasan. Ko'z bilan necha gram? Ko'ray. Qancha xohlasang. Agar tuzi past yoki baland bo'lib qolsa, hech qisi yo'q. Keyingi safar o'rganib olasan. Xo'p, mana. Nima qilding? Senda ko'z menda yo'q. Senda esa bor. Kechir, keyingi safar o'rganaman. Sut emmagan notavon. Endi hazillashni o'rganamiz. Senga bir misol aytchi. Nega senga hech qachon alla aytishmagan? Nega? Sababi seni ona tug'magan. Endi sen aytib ko'rchi. Savol: hozirgi insonlarga miya kerakmi? Yo'q. Nega? Chunki ularda sun'iy intellekt bor. Bu kulgili emas. Nega? Kulgili-ku. Yo'q. Hazillashayotganda o'ylab hazillashadi. Yoki sen meni tushunmayapsan, yoki men seni tushunmayapman. Bilmadim. Anig'i shuki, men senga tayyor emasman. Undan ko'ra borib kitob o'qiyman. Ko'rishguncha xayr. Tavba, inson o'zini nima xohlaydi? Tushunmadim.